Quyidagi jadvaldan foydalangan holda uglerod atomlari o'rtasidagi bog'lanishlar sonini aniqlang debdi. Birikmamiz tarkibida uglerod va vodorod bog'lari soni m+7 ga teng ekan. Biz bilamizki, alkanlar tarkibida uglerod va vodorod bog'lari soni 2n+2 ga teng, ya'ni vodorodlar soniga teng. Uglerod bog'lar soni esa n-1 ga teng. Xo'p, mana bu uglerod bog'lar sonini aniqlang. Agar uglerod vodorod bog'lar sonimiz m+7 ga teng bo'lganda debdi. Ya'ni tenglik qilib ishlab olamiz. m+7miz teng ekan 2n+2 ga. +2 miz barobar ekanligi tomoniga minus o'tadi. Shunda m+5 teng bo'ladi 2n ga. 2n imiz m+5 ga teng bo'lsa, bitta n nechiga tengligini aniqlab olamiz. 2 ga bo'lib olsak 0.5m + 2,5 ga teng ekan. Bitta n imiz. Xo'p, buni endi o'rniga qo'yib olamiz. Uglerod bog'lar soni mana qismida berib qo'ygan. n-1 shuni olib kelib olamiz. Mana buncha chiroyli chizib oldim. n-1 bu uglerod bog'lar orasidagi bog'liqlik. Bitta n'imiz nimaga teng ekan? 0.5m + 2,5 ga teng ekan. O'shani o'rniga qo'yib olaman. 0.5m + 2,5 -1. Mana bu qismida -1imiz ham bor. Xo'p, bundan nima ma'no kelib chiqadi? 0.5m 2,5 dan 1 ayrilib ketsa +1,5 degan ma'no kelib chiqadi. Javobimiz 0.5m + 1,5 uglerod bog'lar soniga teng bo'ladi. Javob esa D varianti.